Qanaqasiga soppa-sog' olib kelgan xotin kasal bo'ldi. Yana qayna nima dermish? Ha bizga kasal qilib berishgan. San ajdarho san kasal qilgansan, sen ilon, chayan. San kasal qilgansan, ahmoq. 50 ga, 40 ga, 45 ga, 60 ga kirgan qayna 50 tillik pami yo'q, tarbiyasi yo'q, odobi yo'q. Nomusi yo'q. Kelin tomondan uyga borsaymiz, qarang. O'sha kelin tomondagilar xap bo'lyapti-da. Sinimiz uyga kelsa, uyga quruq borsa, qaynasi piching qilar ekan. Bu degan nima degani? Uyga 15 kun, 20 kunda borgan kelinmish kelayotganda nimadir ovqat olib kelish kerak ekan, mana gaday qaynaga. Qani shuni erimni pishillab o'tirgan, bir do'ppisi bor eri yo'qmi? Qarayapti eri. To'ydan keyin kelin tomon ziyofat olib kelsa, yana qo'yaveringlar deb beradi. Ovora bo'psiz-da deydi. U tilni prosta gap xolos. Olib kelmasin nima qilar ekan kelinni. Shu uyda erkak bormisan sen? O'g'il bolamisan sen? Kim bo'lsa ham, 70 ga kirgan bo'lsa ham. Sal gapirani xotiningga, "Ey, sen bizni bir tiyin qilyapsan. Qaysi bet bilan xotinni ovqatini yeb o'tiramiz biz?"